Quyidagi 7 ta toifa yigit bilan turmush qursangiz, ajrim ehtimoli juda katta. Albatta 100% emas, lekin muammolar bo'lishi aniq, katta muammolar va ajrim ehtimoli ham juda baland bo'ladi. Mana shu jamiyat mentalitetdan kelib chiqib. Videoni oxirigacha ko'ring, zero o'zingizni yoki yaqinlaringizni bu baxtsizlikdan saqlab qolishingiz mumkin. Ketdi. Birinchi toifa yigit. O'zbekiston sharoitida bizda kech ulg'ayiladi. Ya'ni yigitlar 28-30 dan keyin ulg'ayishadi. Hattoki 40 ga kirib ham ulg'aymagan, mana bu joyda yetuk bo'lmagan, ota-onasidan separatsiya bo'lmagan yigitlar juda katta. Shuning uchun men yosh yigitlarga turmushga chiqishni tavsiya bermayman, chunki nega? 24-25 yoshgacha bizda baribir ota-onasini qaramog'ida bo'lishadi, ota-ona ularga chizib beradi. Kerak bo'lsa ota-onasiga qaram bo'ladi, moliyaviy xullas. U mustaqil fikr bildira olmaydi, mustaqil hayotini o'zi qura olmaydi, ota-ona hal qiladi. Bu esa ulg'aymaganlik, yosh bolalik. Shuning uchun 24-25 как minimum, agarda undan da katta bo'lsa 27-28, 30 plus bo'lsa ham bundan qo'rqmang, aksincha bu yaxshi. Men o'zim 30 yoshda ulg'ayganman, 30 yoshda uylanganman. Moliyaviy ham ota-onamga qaram emas edim o'sha payt. Shungacha uylanmaganman, chunki bilganman, men hali tayyor emasman. Yosh bolalarga uylansangiz, u keyin uylansangiz, turmushga chiqsangiz, u keyin sizga +1 rебенок bo'ladi, ya'ni uni mas'uliyatlari ham sizga o'tib ketadi. Erkak mas'uliyatlari, siz esa ayollik, o'sha afsuski energiyasida bo'la olmay, yengillikni his qila olmay, butun umr katta ehtimollik bilan o'sha uni vazifalarini ham o'zingiz bajarib, keyin afsuslanib yurasiz. Shuning uchun bor 1%, boring 5% gacha bordir. Yosh 22-25 yoshida ham ulg'ayib turmushga tayyor bo'lgan, lekin asosan bizda juda kech ulg'ayiladi 27-28. Minimum 25 gacha e'tibor bering va bunaqa inson bilan turmush qurmaganingiz ma'qul, chunki ajrim ehtimoli katta. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi, kasbi, daromadi yoki bo'lmasa intilishi bo'lmasa, bu katta ehtimollik bilan to'ydan keyin yana ro'zg'or tashvishi, ro'zg'orning mas'uliyati sizning bo'yningizga tushadi va bilasizmi, Virvazara tam dengizda birga yugurib yurish, o'sha dalada qo'l ushlashib, men sizni sevaman, men ham sizni sevaman deb yurish, bular ajoyib, lekin bunga qorin to'ymaydi. Sevgi birpasda oddiy hol bo'lib qoladi. Chunki haqiqiy ro'zg'or bit deydi ruschasiga, ana shu bilan to'qnashasiz va sevgiga esa qorin to'ymasligini tushunasiz va aksariyat muammolar moliyaviy, ya'ni o'sha material narsalarga borib taqaladi. Kiyim-kechak, xolodilnikda, muzlatgichda xarajatlar bo'lishi, erkak vazifalarini bajarishi, o'sha sarmoya kiritish, boqish, o'lja olib kelish erkakning ishi. Shuning uchun agarda to'ydan oldin o'sha sizga nima deydi, og'iz urayotgan o'sha kandidat tayinli ishi bo'lmasa, qanaqadir keladigan o'zini daromadi yoki bo'lmasa maqsadi va intilishi bo'lmasa, bir gap bo'lar yoki kasb har doim o'zgartiradi, qanaqadir kriptovalyutalar bilan shug'ullanadi, trading dedi, mreding, xpet, sixpet va hokazo, mana shunaqa tayini bo'lmasa, bu erkak tez orada sizni ko'zingizga yomon ko'rina boshlaydi turmushdan keyinda. Va tabiatan, chunki ayol kishi daromad olib kelmaydigan yoki intilishi bo'lmagan erkakka уже nimasi pasaya boshlaydi. Muhabbati ham, qiziqishi ham va oxir oqibatda bu erkak o'sha +1 rебенок bo'ladi sizga. Shuning uchun kasbi, daromadi, intilishi, tayin ishi va qayerdandir kelib turgan qanaqadir puli bo'lmagan erkakka hozir boylik, ro'zqish haqida gapirilmayapti. Boy bo'lsa, bu ham yaxshi. Nimaga endi o'zini daromadi, boyligi kelayotgan bo'lsa, o'zi topayotgan bo'lsa, buni hech uyati yo'q. Ya'ni boy yigitga intilish. O'ziniki bo'lsa deyman-da. Xullas, daromadi, kasbi, intilishi bo'lmasa, sevgiga qorin to'ymaydi va oxir oqibatda janjal boshlanadi to'ydan keyin va oxir oqibatda ajrimga borib taqaladi bu narsa. Oxirida keyin siz meni pul uchun tashlab ketdi, og'ir vaziyatimda yonimda turmadi degan yomon otliqqa chiqasiz. Shuning uchun boshidan ehtiyot bo'ling. Bu ikkinchisi edi. Uchinchisiga keldik.
uylanish qarori o'ziniki emas, ota-onasi, katta xolasiniki, Shermat Fantomasniki, xullas atrofida kim bo'lsa ham ularniki, o'ziniki emas. Bunaqa yigitga turmushga chiqish juda xavfli. Nega? Chunki yetuk turmushga tayyor, bir oilani men boshlig'iman deyishga tayyor bo'lgan erkak qarorni o'zi qabul qiladi. Mana menda ham o'sha payti onam uylantirishga harakat qilgan, 27-28 yoshimda ham bosim qilgan, bilasiz-ku bizda. Axir buving seni to'yingni ko'rishi kerak deb men tushunaman. Lekin men aytganman, axir men tayyor emasman, moliyaviy ham tayyor emasman, moralniy ham, uni ustiga qiz ham hozircha yo'q ko'nglimdagidek. Xullas 30 gacha men o'zim qaror qabul qilganman. Onamga aytganman, "Oyijon, iltimos, bilaman, menga yaxshilikni ravo ko'rasiz, lekin menga qiz qidirmang, o'zim topaman" deb. Mayli qiz qidirib onasi topsa ham, lekin oxirgi nuqta qarorni o'zi qo'yadigan bo'lsa, ya'ni siz uning tanlovisiz u qaror qilgan uylanishga, tushunyapsizmi? Ota-onasi emas. Ya'ni onam topgan qizga uylanaman deydigan yigit xuddi shunaqa o'zini hayotiga tasavvur qiling, bu paypoq emas, mashina emas, uni almashtirsa ayolini. U juft, u inson butun umrga, ona vechna yashamaydi. Va oxir oqibatda bunaqa erkak oilaga ham yuzaki qaraydi va yengil-yelpi qaraydi va xohlagan payti muammo bo'ldi deguncha uni ota-onasi yana boshqalarga tashlab qo'yadi. Mana xullas o'zingizlar organizatori, tashkilotchi edinglar, mana o'zingizlar hal qilasizlar degan. Ya'ni bu erkak o'zi xohlab, tayyorligini bilib, yetukligini bilib turmush qurmayapti. U qulog'im tinchsin, mayli topinglar, jonga tegdi, har kuni bosim qilasizlar. Mayli shu statusga galochka qo'yaylik, ya'ni uylangan degan mana shu ma'noda uylanyapti. Jiddiy qaramaydi. Muammolar bo'lishi aniq. Yana oilaviy tashvishlarni, mas'uliyatni o'zingiz tortishingizga to'g'ri keladi. Oxirida esa nima bo'lishini o'zingiz bilasiz. 4-si, moliyaviy qaram bo'lgan yigit, ya'ni uylanyapti, uylanmoqchi. Lekin u moliyaviy qaram. Может быть, mashinasi dadasiniki, tam uyi ota-onasiniki yoki bo'lmasa akasiga qaram, xullas. U o'zini daromadiga tayanib harakat qilib oila qurayotgani yo'q. Ota-onasini yoki bo'lmasa qaysidir qarindosh urug'ini, o'sha qayin tarafni daromadi orqali yashayapti va unga tayanyapti. Ishoning, agarda uni kimdir обеспечивать, ya'ni sarmoya qilayotgan bo'lsa, unga puldan yordam berayotgan bo'lsa, uni pullari aslida o'ziniki bo'lmasa, moliyaviy qaram bo'lgan taraf sizlarga har doim aralashishadi. Ular har doim o'zlari qoidani belgilab berishadi. Farzandlaringizni ismini ham o'zingiz kerak bo'lsa qo'ya olmaysiz. Axir men Mustafo deb qo'ymoqchi edim desangiz, o'sha moliyaviy unga yordam beradigan insonlar, masalan, ota-onasi, ular aytadi, biz hal qilamiz, bizni bobolarimiz orasida bakvargan degan bobom bo'lardi, juda ham ajoyib bo'ldi, bakvargan qo'yamiz deydi. Butun umr u bechora bakvargan bo'lib qoladi yoki bo'lmasa o'g'iloy qiz bo'lsa, masalan deyman, mentalitetdan kelib chiqib. Ishoning, tillani kim qazib olib kelayotgan bo'lsa, qoidani o'sha qo'yadi. Siz keyin kurasha olmaysiz. Daromad o'sha ular tarafdan eringizga kelayotgani uchun eringizni tili qisiq, u hech narsa qila olmaydi. Siz kurashaman deysiz, siz ham hech narsa qila olmaysiz. Natijada ular sizni mana bu qo'g'irchoqdek boshqarishadi. Moliyaviy agarda yigitni o'zi oyoqqa turmagan yoki o'zi mana prinsipialni o'zim harakat qilib, o'zim boqaman deyotgan bo'lsa, ko'p topishi shart emas. Intilishi bormi, harakat qilyaptimi, mustaqilmi? Mana bu yigitni mahkam ushlash kerak. Qarammi moliyaviy, bilingki 3-shaxslar toki qaram ekan, 3-shaxslar sizlarni mana shu joyingizga kelib ketadi. Va O'zbekiston bo'yicha ajrimlarning eng asosiy sababi bu 3-shaxslar aralashuvi, afsuski. 5-si. Faqat meni aytganim bo'ladi, erkakning gapi gap va man haqman deydigan yigit va erkak. Bilasizmi? Faqat meni aytganim bo'ladi deydigan yigit aslida bu konflikt bo'ldi deguncha uni rishat qilishga emas, undan qochishga harakat qiladigan, muammoga tik boqa olmaydigan va hali infantil deydi buni, yosh bola pozitsiyasidagi erkak. Ya'ni bilasizmi, kim faqat meni aytganim haq deydi? Ya'ni u narigi insonni, qarshisidagi insonni ratsional to'g'ri fikrlariga qaray olmaydi. U tanqidga chiday olmaydi. Чуть-чуть потише сделай, родной. Потише сделай. Спасибо.
va u faqat man haqman, mani aytganim bo'ladi va qarshisidagi insonni, qizni qalbi bilan hisoblashmaydi. Mana yetuk to'yga tayyor yigit avvalo qarshisidagi insonni, ya'ni o'sha qizni qalbi, qiziqishlari, maqsadlari va uni hayotga bo'lgan dunyoqarashini sevadi. Shuning uchun mani dunyoqarashim bunaqa, uniki ham menga to'g'ri keladi va biz bir-birimizga suyanib yashay olamiz deydi. Faqat man haqman, o'sha faqat mani aytganim bo'ladi deydigan va qarshisidagi ayolni, qizni qalbi bilan hisoblashmaydigan yigit to'ydan keyin uni o'sha qizni qalbiga, xohishiga u вообще ikkinchi darajali emas, umuman ahamiyatga ega bo'lmaydi va bilganini qilib yuraveradi. O'sha xiyonat qiladi, erkak shunaqa bo'ladi, bilganini qiladi, erkak shunaqa bo'ladi yoki bo'lmasa mani aytganim bo'ladi. Afsuski eng asosiy belgilaridan bittasi, agarda mana yigit o'tirib oladida, to'yimiz Sherdoy restoranda bo'ladi, anaqaga sitora keladi, ashullachi bo'lib, Tohir esa bir ro'ga kelib ketadi, zdachisiga. Xullas, to'yimizda stol bunaqa bo'ladi. To'ydan keyin onamlarning uyida yashaymiz, o'sha yerda xizmat qilasan va mana bunaqa kelin ko'ynak kiyasan, mashina esa Tahoga minamiz deb o'tiradi-ku, masalan, to'y haqida gapirganda ham siz aytasiz, "Men-chi? Men nima qilaman o'sha paytda? Meni xohishimchi, meni orzu havasimchi?" Unga qiziq emas. Haqiqiy yetuk erkak, to'yga tayyor erkak, u birinchi navbatda o'zini anglagan bo'lganligi uchun ham u sizni o'rganadi. Qiziqishing nimadan iborat? Sani xohishing nima? Sani maqsadlaring nima to'ydan keyin? Mana to'y bo'ldi, ayolimsan, tam tug'asan, boshqa, lekin undan tashqari hayotda maqsadlaring nima? Anu aytadi-ku, "Sen qanaqa filmni yaxshi ko'rasan? Siz qanaqa filmni yaxshi ko'rsangiz o'shani. Sen qanaqa ovqatni yaxshi ko'rasan?" desa, "Siz qanaqa ovqatni yaxshi ko'rsangiz o'shani" desa, o'sha yetuk yigit aytadi, "Obbo, bunga chidab bo'lmaydi" deb qochib ketadi vaziyatdan. Sizni qalbingiz bilan hisoblashmayaptimi? Sizni xohishingiz, sizni maqsadlaringiz, sizni qarashlaringiz unga qiziq emasmi? Qiziq emasmi? Demak, to'ydan keyin yaxshilik kutmang. Keyin sizni o'sha qalbingiz og'risa ham unga qiziq bo'lmaydi, sizni xohishlaringiz ham, emotsiyangiz ham, nohaqlik bo'lganida ham sizni qalbingiz unga qiziq emas. Chunki aslida u temir xotinga uylandi. Ya'ni unga shunaqa qulay temir xotin kerak edi. Yetuk erkakka esa temir xotin emas, shaxs kerak, o'zi nima xohlashini biladigan. 6-si. To'ydan oldin agarda kamsitish, zo'ravonlik, qo'l ko'tarish va shunga o'xshagan qanaqadir abuserski munosabat bo'ladigan bo'lsa, bilingki to'ydan keyin 5 battar bo'ladi. O'ylamang, agarda to'ydan oldin yigit sizga tam tupoysan, kallang ishlamaydi, dalba shunaqa kamsitadigan bo'lsa, onangizdan so'kadigan bo'lsa yoki qanaqadir shunaqa bosim qiladigan bo'lsa, o'ylamang to'ydan keyin quyilib qoladi, o'g'il tug'sam hali o'zgaradi, 4 ta o'g'il tug'sam o'zgarib qoladi deb hech qachon o'zgarmaydi. Men erkakman, men juda yaxshi bilaman. Meni atrofimda erkaklar bor. Mana 39 yoshga kirgunimcha butun oilalarning mentalitetini bilaman. 5 battar bo'ladi. To'ydan oldin qadrlamagan, to'ydan keyin qadrlamaydi. Hozir zo'ravonlik haqida gap ketyapti. Jismoniydan ham tashqari. Mana emotsional zo'ravonlik, psixologik zo'ravonlik bu mana shunaqa kamsitish, yerga urish, o'zidan ancha past ko'rish o'sha qizni, ota-onasi, mana onangni deb so'kish va hokazo. O'ylamang to'ydan keyin yaxshi bo'ladi deb. Bu konkretni abuser va uni yoki shu inson bilan to'ydan oldin tuzatish kerak, chegara qo'yib, yoki bo'lmasa lutchi orani ochiq qilgan yaxshi, chunki to'ydan keyin og'ir bo'lib ketadi bu vaziyat, 5 battar bo'ladi, ishoning. Agar qo'l ko'taradigan bo'lsa, unda bu vaziyatdan vobshe qochish kerak, chunki qo'l ko'tardimi, u emotsiyasini nazorat qila olmaydi. Emotsional intellekti rivojlanmagan, ya'ni u o'zini hissiyotlarini boshqara olmagandan keyin u kimnidir hissiyotini hurmat ham qilmaydi. Odatda xiyonat qiladiganlar, qo'l ko'taradiganlar va mana shunaqa erkaklar qarshisidagi juftini, o'z juftini, qalbini hurmat qilmaydigan insonlar. Ya'ni uni qalbi og'riydimi, yo'qmi, unga baribir. Shuning uchun xiyonat qiladi, shuning uchun qo'l ko'taradi va to'ydan keyin
bu bilganini qilib yuraveradi. Oxir oqibatda уже joningiz og'rib, qalbingiz og'rishda davom qilib, siz keyin o'z qo'lingiz bilan mana shu oilani buzib ketishga moyil bo'lasiz, afsuski. Chunki yana bir bora aytaman, sizni boshidan kamsitadigan, zo'ravonlik qiladigan, yerga uradigan, niday bog' xudo ko'rsatmasin, qo'l ko'taradigan bo'lsa yigit, to'ydan keyin 5 battar bo'ladi. Abuzermi yo'qmi, to'ydan oldin обязательно bilib oling. Oxirgisi 7-chisi bu klassik janr. Maminkin sinok. Ya'ni ona yo'q, xotin topiladi, ona topilmaydi. Yoki bo'lmasa to'ydan oldin uje sizga qo'yadi, что onamni rozi qilasan, onamdan ruxsat so'raysan, o'sha onam. Ona menda ham bor. Onaga bo'lgan hurmat, onani yaxshi ko'rish bu yomon emas. Bu bizning o'zbekchilik qadriyatimiz. Lekin bilingki, asosiy qadriyat ona bo'lsa va ona xudo darajada ilohiylashtirilgan bo'lsa va ona har doim uning uchun asosiy geroinya va faqat ona telefon qiladi, ona bolam qayerdasan, ona uni pullarini taqsimlaydi, ona sizni ko'rmaguncha unga uylantirmaydi. Ya'ni men oldin ko'ray, meni bir elagimdan o'tsin bu qiz, keyin ko'raman deydigan, xullas butun borliqi ona bo'ladigan bo'lsa, sizga o'sha sevgi uchburchagi обеспечено, ya'ni 100% kafolatlangan sevgi uchburchagi bo'lishi, ana keyin ona bu tarafga, siz u tarafga tortasiz, uchinchi shaxslar aralashuvi, mana shu mentalitet deb nomlangan serialning yangi qismini ishlaysiz, natijada oxir oqibatda joningizga tegib ketib, mana senga o'g'ling, mana uni beshigi, mana uni pampersi menga kerak emas, jonimga tegib ketdinglar, birga quchoqlashib yotinglar deb oxir oqibatda o'zingiz ajrashishga majbur bo'lasiz. Maminkin sinok, bu judayam xavfli turmush qurish uchun yigit. Ha, boshida aytishingiz mumkin, boshida hammasi normal edi, u daraja emas edi deb. Yana bir bora aytaman, to'ydan oldin belgilari albatta bo'ladi. Onasini u sizga ham aytishi mumkin, o'sha onamni rozi qilasan, onam asosiy geroinyam, onam qahramonim deb, ana shundan keyin bilingki, to'ydan keyin u 5 battar bo'ladi. Chunki muammo bo'ldi deguncha ona har doim aralashadi. O'sha meni o'g'lim, demak, unga tegishli bo'lgan ayoli, bolalar, hamma narsa meniki. Sizlarga afsuski yashashga ham qo'yib bermaydi o'z hayotlaringizni. Onasi uchun sizlar yosh bola bo'lasizlar va har doim ona toki tirik ekan, umri uzoq bo'lsin, har doim sizlarning hayotingizga har doim aralashadi. Bu esa sizni nima qilishingizni bilmay, joningizdan to'ydirib, o'sha keyin yigitga aytasiz, "Hal qiling, jonimga tegdi, bolamni pampersini o'zim almashtirsam bo'ladimi? Men yaxshiroq bilaman" desa, u aytadi, "Men bilmayman", u neytral pozitsiyada turadi. O'zinglar hal qilinglar deydi va qochadi. Aslida chegara qo'yish erkakning ishi va to'ydan oldin erkak kishi, yigit kishi onasi, uni qadriyati bo'lsa ham, uni asosiy qadriyati o'zi qurgan oilasi, ayoli, jufti va hamma muammo bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'zlari hal qilishlari kerak. Ayoli va o'zi mustaqil, ona aralashmasligi kerak. Ona aralashmasligini yigit ta'minlashi kerak. Mayli onasi bilan opoq-chopoq bo'lsin, onasi bilan munosabatlari yaxshi bo'lsin, bu yomon narsa emas, lekin oilaga onasi, otasi, katta xolasi hech kim aralashmasligi kerak. Maminkin sinok boshidan belgilari bormi? Bunaqa yigit bilan turmushda o'sha постоянно yashash va ajrashmaslik ehtimoli kam, ajrim ehtimoli esa ko'p, chunki uni asosiy qadriyati onasi bo'ladi va o'sha xotin topilaveradi, ona topilmaydi. Muammo bo'ldi deguncha, ona haqmi, nohaqmi? U aytadi, onamni aytganini qilasan, axir men haqman, ular meni do'pposlayapti, sochimni yulyapti desa ham, nima deysan, u meni onam, men unga hech narsa deya olmayman deydi. Bu esa afsuski yosh bola va separatsiya bo'lmagan, kindigi uzilmagan pozitsiya. Ona ham inson, onani yaxshi ko'ramiz, ona mo'tabar, lekin ona ham inson, u ham xato qiladi, u ham shaxs va u aslida o'z farzandini oilasiga aralashmasligi kerak. Buni tushungan yetuk yigit esa buni bilgani uchun ona aralashsa, ona qo'l ko'tarsa, ona boshqa qilsa, onajon, men sizni yaxshi ko'raman, bu bizning oilamiz, o'zimiz hal qilib olamiz deydigan qo'rg'on qura olishi kerak. Men ham yolg'iz o'g'ilman, mana men Utarov va men boshida menda ham shunaqa muammo bo'lgan, ammo men o'sha qo'rg'onni qurganman. Shuning uchun ham hozir onam bilan
ayolimning munosabatlari ham yaxshi, onam ham tushundi, что mani qurgan oilam qo'rg'onimga nima deydi, aralashib bo'lmaydi. Biz o'zimiz hammasini hal qilamiz. Ammo onamni ham hech qachon tashlab qo'ymaymiz. Moliyaviy tarafdan, mehr tarafdan va issiq ham, kabob ham kuymaydigan eng yaxshi usul mana shu. Shuning uchun 7-si, maminkin sinok bilan turmush qurish juda xavfli, chunki u kindigi uzilmagan va qaysidir ayolni va oilani boshlig'i bo'lishga, ota va farzandlarga ota bo'lishga u hozircha tayyor emas. Chunki o'zini hayotiga mustaqil o'zi qarorlar chiqaza olmaydi. Undan keyin uni ta'sirida oilasi, farzandlari ham jabrini chekishadi. Shuning uchun 7ta mana shu toifa yigitdan ehtiyot bo'ling. Aytmoqchi emasman bu yigitlardan qoching yoki bo'lmasa tam pashol deb hayotingizni quring. Yo'q, balkim ularga shans bering o'zgarishi uchun yoki oldindan shartlaringizni ayting va baribir juda ehtiyot bo'ling, chunki ajrim ehtimoli juda katta. Rahmat sizlarga oxirigacha o'tirganingiz uchun va mana shu videoni ko'rganingiz uchun. Ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Mentalitetdan, ilmlarimdan, qalbimdan va tajribamdan kelib chiqib mana shu ilmlar bilan ulashdim. Sizni baxtingiz bu meni ham baxtim, chunki siz baxtli bo'lsangiz meni ham boshim osmonga yetadi. Kichkintoy yonimda o'tiribdi, uni ba'zan ovoziga deb o'tirganiga chidaganingiz uchun ham rahmat deyman. Menga, ya'ni Utarofning kanaliga obuna bo'lib qo'ying, chunki meni yana videolar qilishimda juda ham katta energiya va motivatsiya bo'ladi bu va sizni hayotingizga ham ijobiy ta'sir qiladigan manfaatli videolar qilaman. Bundan oldingi va bundan keyingi videolarimni ham albatta ko'ring, ular juda ham qiziqarli va foydalidir.